Avalon NPKlar. Avalon NPK o'g'itlari 4 turli bo'lib, o'simliklarni azot, fosfor, kaliy va mikroelementlarga bo'lgan talabini qondirish uchun tomchilatib sug'orish yoki bargidan suspenziya purkash yo'li orqali qo'llaniladi. Keling, 4 turli NPK o'g'itlarini qisqacha ta'riflarini aytib o'tsak. Avalon NPK 13-40-13 plus T, ya'ni mikroelementlar. Bu o'g'it tarkibida 13% azot, 40% fosfor, 13% kaliy va mikroelementlar jamlanmasi mavjud. Asosiy vazifasi o'simliklarni azot, fosfor, kaliy va mikroelementlarga bo'lgan talabini qondirish uchun qo'llaniladi. Afzalliklari ildizlarni rivojlantirish, poya va mevalarni shakllantirishda ishtirok etadi. O'simlikni holatiga qarab asosan boshlang'ich o'suv davrida qo'llaniladi. Avalon NPK 18-18-18. Bu o'g'it tarkibida 18% azot, 18% fosfor, 18% kaliy va mikroelementlar jamlanmasidan iborat. Asosiy vazifasi o'simliklarni makroelementlar, xususan azot, fosfor, kaliy va mikroelementlarga bo'lgan talabini maksimal darajada qondirish uchun qo'llaniladi. Afzalliklari ildiz va poya qismini baquvvat qilish, o'sishni rag'batlantirish hamda hosildorlikni oshirishda samarali hisoblanadi. O'simlikni holatiga qarab asosan o'rta o'suv fazalari, ya'ni gullashdan avval, gullash va gullashdan keyingi o'suv davrlarida qo'llaniladi. Avalon NPK 20-20-20. Bu o'g'it tarkibida 20% azot, 20% fosfor, 20% kaliy va mikroelementlar jamlanmasidan iborat. Asosiy vazifasi o'simliklarni makroelementlar, xususan azot, fosfor va kaliyga bo'lgan talabini maksimal darajada qondirish uchun qo'llaniladi. Afzalliklari o'sishini rag'batlantirish hamda hosildorlikni oshirish, hosil sifati va yirikligini yaxshilash uchun samarali hisoblanadi. O'simlikni holatiga qarab asosan gullash va gullashdan keyingi hosil shakllanish o'suv davrlarida qo'llaniladi. Avalon NPK 10-10-40. Bu o'g'it tarkibida 10% azot, 10% fosfor, 40% kaliy va mikroelementlar jamlanmasidan iborat. Asosiy vazifasi o'simliklarni kaliyga bo'lgan talabini maksimal darajada qondirish uchun qo'llaniladi. Afzalliklari hosildorlikni oshirish, hosil sifati va yirikligini yaxshilash hamda kasallikka chidamliligini oshirish uchun samarali hisoblanadi. O'simlikni holatiga qarab asosan gullashdan keyin hosil shakllanish o'suv davrlarida qo'llaniladi. Qo'llashdagi sarf me'yori va muddati, ekin turi hamda ko'chat yoshiga ko'ra agronom maslahatini olish tavsiya etiladi.